Farg'ona viloyatida uzoq yillik noyob va o'ziga xos daraxt turlari ko'p. Farg'ona shahridagi mana bu daraxt ham ana shularning biri bo'lib, u 1884-yilda ekilgan. E'tiborlisi, asl vatani Shimoliy Amerika hisoblangan bu daraxt, ya'ni botqoq kiparisi O'zbekistonning ikkita viloyati, ya'ni Farg'onada va Samarqandda borligi aytiladi. 1880-yillarda ekilgan bu daraxtlar hozir ham me'yorda o'sib rivojlanmoqda. Farg'onadagi bir tup botqoq kiparisi Marg'ilonsoy atrofida ko'kka bo'y cho'zgan bo'lib, davlat muhofazasiga olingan. Oddiy botqoq kiparisi hozirgi kunda AQShning Florida shtati va Meksikaning janubiy sharqiy qismida, Xitoyda daryo va dengiz qirg'oqlarida yil davomida bir necha oylab suv bosib turadigan sohillarda o'sib, o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Umuman 100 yoshdan oshgan har bir daraxt davlat himoyasiga olinadi. Bunday noyob daraxtlar yurtimizda ko'plab topiladi. Farg'ona viloyatida esa 100 ga yaqin noyob daraxtlar davlat muhofazasiga olingan.